tushing pastga. Nima qilyapsiz tepada? 3 kundan beri xafa qilasan. Tushmayman pastga. Parijga uchib ketaman. Mazza qilib dam olgani. Ko'rsataman sizga Parijni. Tushing pastga. To'ydirib yubordilar. Yashashga qo'yasizlarmi yo'q? Onalarini yemsin. Yana men nima qilib beray yana? Nima qilay? Ha kelin, nima janjal bo'lyapti? O'g'limni nastrenasi yo'q? Ya oğlum uylantirsen yap ikni yok yani nasipse ondan ama bak yanım basta ya. Ya oğlum ne yapıyorsun ikni mamunu? Adajon, buvimdan qolgan mebel bor edi. Shuni ham sindirdilar. Endi yangisini olib bersinlar. Kelin, yana qanaqa mebel? Hech kamila tugamas ekanda sizlarni. Ya xotin yapmayman. Gelin mebelni olmoqmi? O'zim yo'l joyini beraman. Shu keliningizga mebel olmoqchimisiz? Unda bizga ham qo'shib olasiz. Xotin olib beraman-da. Men o'zimga balki mebellarni o'z qo'liga olib bo'lib beraman. Yumshoqligini qani yoqtinglarni. Dadasi, bu keliningiz pastda shumshayib nima qilib yuribdi ekan-a, ikkalasi? Mittivoyim, qarang bu xonada yangi mebelli bo'ldik. O'laydi, shu sochlaringizni o'zim bosaydi. Bizning mebelimiz kelindikidan eng yaxshisi bo'lsin. Ya xotin, mebelni yomon mebelni o'zi yo'q. Bitta hammasi sifatli. Yo'q. Mittivoyim, belanchak sizga mos ekan-a? Bu do'konda detskiy mebellar ko'p ekan, onasi. Dadasi, bu kuxinniy mebellar ham zo'r ekan. Qayerda joylashgan bu do'kon? Ya onasi, men do'konimiz orasida shaytonini joylay. Qo'yliqqa yetganini qo'l qo'lda. Men mebelni zo'r naqlana. Marmarisni to'liqda. Mittivoyim, bu do'kon nafaqat shu sizga to'g'ri keldi. Ya qo'ylar